Tarixda 3 ta inson bilan ko'rish imkoniyati berilganda, kimlar bilan ko'rishgan bo'lardingiz? 3-o'rinda Adolf Hitler. Adolf Hitler juda kuchli shaxs. U Birinchi jahon urushida yutqizgan nemis xalqini Ikkinchi jahon urushiga yetakladi. U Ikkinchi jahon urushida yutishi mumkindi. U nemis xalqini oliy irqligiga nemis xalqini ishontirdi va o'shaning uchun u ma'lum bir qadar Ikkinchi jahon urushini yutqizib qo'ydi. Chunki Ikkinchi jahon urushida, ya'ni Ulug' Vatan urushi yillarida uni Moskva yaqinidagi bo'lgan janglari va sovetlarni bosib olgandan keyin o'sha xalqqa nisbatan tajovuzkor siyosati buni isbotlab qo'ygandi. Ikkinchi shaxs Amir Temur. Amir Temur kuchli sarkarda, dunyo tan olgan hukmdorlardan biri. Sohibqurra Amir Temurni askarlar ichida xizmat qilishni xohlardim. U bilan birgalashib butun dunyoni egallashga harakat qilardim va mo'g'ullarni o'zimiz yurtimizdan haydab chiqargan bo'lardim. Va Amir Temur bilan ko'rishib, unga beradigan ba'zi savollarim bor. Birinchi o'rinda payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam bilan birga yashagim keladi. Ya'ni islom endi kirib kelgan, islom yoyilayotgan bir davrda payg'ambarimizga yelkadosh bo'lib turib, islomning yoyilishiga ma'lum bir qadar hissa qo'shishni xohlardim. Xuddi Abu Bakr, Umar, Usmon, Ali roziyallohu anhularga o'xshab. Bir taraf qo'rqaman, nega? Chunki iymon keltirganlar safida emas, balki payg'ambarimizga tosh otganlar safida bo'lib qolishdi. Agar imkoniyat berilganda shu 3 ta shaxs bilan ko'rishgan bo'lardim. Sizchi? Siz qaysi 3 ta shaxs bilan ko'rishib, u bilan bir zamonda yashashni xohlaysiz?